mazza qilib uxlabman-u, Creative boy. Ha, Qandaysan? Qayerdasan? Ey, mana bu orqangdaman. Ha, yaxshimisan? Ketdik ishxonaga. Da. Ketdik. Yo, Aytgancha bugun oylik olamiz. Men 150 ming olaman. Men 200 ming olaman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Oyliklaringni olishing mumkin. Men malol seniki 150 ming, uniki 200 ming. Qalizdan bratishgan olyapman men pulni. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 100, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 200. Bo'ldi, oldim 150 mingda. Oldim. Bo'pti. Ishlashimiz kerak-ku. Yo, rostdan men Chingizxon rasmimsan. Yo'q, men esa Chingizxon tursigina. Nop. E'tibor bermaysizlar bu Chingizxonning ishtoni. Sizlarga savol, Tomarisda nechta xotini bor? Ha, Tomarisda nechta xotini bor? Hozirda bular qiz Chingizxon nechta xotini bor? Bunisi endi to'g'ri. 500 bitta. To'g'ri javob. Va bu Creative boyda to'g'ri javob. Tomarisda nechta xotini bor? Aytma, Bekjon. Bo'pti. Men tizib bo'ldim, ertaga 200 ming olib ketaman, bo'ldi. Hop. Bemalol. Yo'q, bana rasmimni Bana. Yo'q, bana. Bo'ldi, ketdik. Tizib oldim men. Bo'pti, uyga ketsak bo'pti, bemalol. Hop. Mana bizning uyimiz. Nima qilamiz hozir biz uyimizda zerikdim. Birorta ish topdik, ikkita ishda ishlaymiz. Buni ham meniki, sotib yuboraman Merga. Merga sotib yuboraman, 100 mingni qaytarib olaman. Mana bu yerdan nima olsak bo'ladi? Temir bol. Bu yerda topib, keyin o'zimni uyimni sotib yuboraman. Kerak emas deb turib qaytarib olaman. Olmosni kirgan nech pul bo'ladi? Jami Bo'p 50 ming turadi. O, kakras menda 50 ming. Mana sandiqqa qo'yib ketyapman. Ye. 60 ming berib yuboryapman. Oldim mana. Men pulimni qaytar, uyingizga qaytarib beraman. Endi men qaytarib bermayman, chunki ishlatib bo'ldik. Mer bermayman deyaptimi? Ketdik. Men ham yordamlashaman. Uraman. Yo'q, bermayman, chunki sen sotib bo'ldik. Yetmiri. Nima? Bak yeme. Ketdik. Uyingizga aytib bera qo'y. Ye, beraverdim. Ba, mer. Ha, qo'limga tushasan, senlar qarab tur, men senga domsinaman. Baloni yebdi shu gapiga. Haqiqat yo'q bu dunyoda. Mana 100 ming pulimni qaytarmaganga mana shapadan senga sovg'a. Hali kelasan-ku. Baqirishini-chi, kelasan-ku. Tichvarayshim bu baqirar ekan. Qadida bizda Mana. Mayt tekislab qo'yib cho'ta ko'zimga xalaq. Merda ishlarga aralashma, o'zi pulimizni qaytarib bermadi. Maqti, mana uy sas yotmaydi bu yer. Voy, skeleton. Sasqiyda yashaymiz. Sasqiy yo'lda. Maka sasqiy yo'l to'kislik. Tomarisning nechta xotini bor? Yozinglar kommentlarga. Rostdan ham kommentga yozinglar, Tomarisning nechta xotini bor. To'g'ri javob like bosmaysizlar. Aytgancha, agar ikkita xotini bo'lsa, like bosinglar, agar o'zi xotin deydiganlar obuna bo'lsin. To'g'rimi? Hop, let's go. Hop. Nima deyapsan? Creative? Kravat. Qani? Mana kravat, men ikkiga kravat. Ey, kravat nech pul? Atanga 10 ming so'm. 10 ming so'm mana shunda. Bo'ldi. 20 ming qo'yib qo'ydim, ha? Nega qo'yib qo'yapti uyimizda hozir? Shodi. O'g'irlab keldim o'sha lattani. Hop, bag'daya uyimiz. Bo'ldi. To'xtada, men kravatim qayerda turadi? Короче, meni kravatim mana. So'l. Uxlasa ham bo'larkan. Nonushta qilmaymizmi bu yoqqa? Qo'lishda. Tomat qo'yamiz, tomat.
Ben şimdi ikini bir uğraşım. Buldum ben. Yam. Yana bitta dastak olib kelib olik. Sabzi yomonshinin da baribir. Buni eski uyimda nima qilamiz endi? Bilmadim. Eski uyda nimadir qilish kerak. Uni ham ko'ramizmi imperiyaga borganda ham. Yo'q, ikkala uyda ham ko'ramiz-da. Buni nimadir bo'lib ketsa, sotilib ketib qolsa ham. Halloyla. To'xtasi. Mana bu uyni buzib tashlaymizmi? Chota creeper portlagan bu yerda. Buzma. Buzgan yo'q. Просто tak. Ha, creeper potratib qo'yamiz. To'xta. Men olmos kilka sotib olganman. Yurchi, ertasiga pulimizni olishimiz kerak. Yur, uxlab olaylik. Qorong'i tushib yoki uxlaga chiqib. To'g'rilama davlat ishi bu, mer ishi. Bo'ldi. Merga aytsak endi o'g'lim. To'xta, chiroqlarni o'chirib pul ketadi undan. Do'stim kim mer qarzga uzmasin ha. Yo'q, biz qarzga tushib ketamiz, yo'q biz. Merdan qarzga tushib ketamiz biz. Sen o'zingni o'yla. Ketdik. Voh, keyo. Ertaga tushdi. Ertalab tushibdi. Qani, ishxonamiz qayerda edi? U yerda edi. Mana. Borami? Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Pullaringni olgan ekaningmi? Pulingni oldan so'rabotdi. Nimaga? O'shanga so'rabotdim. Haydayapti. Voy, bo'pti. Men 200 mingimni olay bo'lsin. Oltin necha ming yurardi? Bilmadim. 2000 gami? To'xta, menda 15 bo'lgan bor. Oltin necha ming edi? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 70 ming. 76 17 18. 70 Короче, 40 ming bo'lish kerak. Bo'ldi. Oldim 150 mingimni. Sen ishingga aytaymi, nimaga haydayapsan? Chunki senlar vaqtinchalik kelib turib shunday variantdagi rasm tizim jo'natyapsan, ketaveryapsan. Yana bitta rasmlar tuzishing kerak, ko'p rasm tuzishing kerak. Ha, shunday. Bo'pti, o'zimizga boshqa ish topamiz. Oltin necha ming yuradi? 2000 ga. 2000 ga? 10 mingga. 10 ming ga. Olmazchi. Hozir men qaytamda. Lekin Zumrad 10 mingga yurishini bilaman xolos. Zumrad 5 ming ga. Qarasam mendan u. 175 ming bo'lsa mendan 5 15 20 25 Hey, 30 ming mabodo mashta mabi qilichni ichib pul turadi. 25 ming qarasam. Ataga 20 ming so'm. Tushunarli. Meni 20 mingni qo'yib ketyapman. Xo'sh. Bo'ldi. 20 ni qo'ydim va qilichni oldim. Bo'ldi. Boltasini ichib pul turadi, qizg'ab. Onasi 5 ming so'm. Tushunarli. Endi. Men nima oldi ekan endi? Bitta. Bo'ldi. Ha, bo'ldi. Olma derdi. Men temir boltasi ichimi? Temir bolta ataga 12 ming so'm. 12 ming? Bo'pti. Mana qo'yib. Temir bolta tugadi. 2 ming, 10 ming bo'ldi. Yana temir bolta turibdi. Bo'pti, men uyga chiroqlar o'chirib. Obomyapti temir bolta. Ha, bo'ldi. Ketdik uyga. Mera chiroyli qilib qo'y. Mer chaqirib turadi bizni, yurchi. Ha, bo'pti. Ketdik so'rak. Nima deyapti ekan? Ishqa jarima yozmasa bo'ldi-da. Video o'chirganimizda uxlab yotganimizda mer chaqirib turadi-da. Nimaga chaqiradi? Jarimaga chaqiradi. Demak, kecha shapata solding-ku. O'shanga endi uyingni qaytarib bermayman. Nega biz uni necha ming bilasanmi? Uyga boraman lekin. Ay, hozir hamma pulingni berasan, uyingni ham berasan. Bo'lsam, hozir politsiyaga topshiraman. Ushla. Pulni bermaymi? Uyimizdan to'pla, pulingni ham berasan. Mayli, ber. Hozir politsiyaga berib yuborar ekan. Bizda mana shular sotib savdo qilsak bo'ladi. Mablag' sotib.
Voy, ularni sota ko'rma. Chunki ularni sotsang jarima yozaman yana bir bor. Ay, yaramas. Mayli sotmaymiz. Ko'raman hozirchi mana shu pichoq. Mayli, bo'pti. Aka, kreativ boy balki uyimiz Hozir qornim ochmaydi, ovqat to'playdi. eski uyimiz bor edi aytgancha. Unda Eski. qo'yman bergan, uni qo'yman bergan. Sabzi topishgan mana. Hop. O'g'rilik. Voy, yaramaslar. Eski uyingni ham menga berasanlar. O'l, o'shani ham eshitdim men. Bo'pti. Undan eski qanday qutqali uyimiz bor, Ha, uni ketdik. o'zim qurganman, uni bermayman. Ye. Shetda yashaymiz endi. Jihozlarimiz olib uyimizdagi. Yer ostdan. Ular sotib olganmiz pulga. Jihozlarimiz. Men ham jihozimni olib qo'y. Hozir. Sen qutidagi narsalarni to'g'rilab turaver. Yo o'zimiz uy quramizmi? To'xta, men mebelni olib chiqyapman. Mena mebellarni olyapman. Kravatimni ham sen olyapsan? Ha, Men ko'chadagi narsalarni olyapman. mebellarni olyapman men. Mena. Mabullarni ham o'zimiz pulga olganmiz. Hammasini o'zimizni pulga yeygan. Bu tepadagi mabullarni ham olaylik. Oldi. Bitta olish kerak. Men buni ham olib kelganman. Burchakdan. Zinalarni ham olib ketamizmi shundaysiga? Yo'q, bular bizniki emas. O'zi bembel bo'lib Yo'q. Mebel bo'lib chiqsa ham bizning uyimiz bo'lganmi? Yo'q, rostdan mabul eski ham bizning mebelimiz bo'ladi. Bo'ldi, ketdik qutimizga. Qutimiz qaytdi. Orqamizda ba'da. Yana turlar chiqib qolibdimi? Mayli, buzamiz. Eskirib ketdi. O'zimiz uy quramizmi yoki boltamiz bor-ku, qiynaldik. Rostdan ham. Maishatga qo'shib olamiz. Yo'q, bayta qurmak, men uyimizni olib qo'yish mumkin. Buni men berganman deb. Yo'q, o'zimiz quramiz, o'zimiz. Men nonushta qolay. Voy, bu yerda nonushta qilma. Cho'chqam seni narsangni yeb qo'yadi. Ha, mayli, bo'pti. Mana bu Kiyim yerda. bormi? Kiyim bor ekan. Lekin kiyim boshqa kiyim kerak. Davay. Ko'chir. Ovqatni Qochoq men bayt qildim. Bo'pti, sen biza ol. men o'zimizga tishnamgina yo'qman. Xohlang joyimizga quraveramiz chunki men Endi qishloqqa qurmaymiz, qishloqdan haydalishimiz mumkin. Yaxshi. Chunki o'zimiz quryapmiz, shaxsiy uyimiz bo'ladi. O'zimizning nomimizda bo'ladi-yu. Olib qo'yishga yo'q bo'ladi. Yo'q, men bu yerdaga qurak qishloqni ham ko'rib tura olamiz. Mana shu yerdan quramiz. Qishloqni ichida quraverdik. Yo'q, men ko'rib qolsa haydaydi-da, jarima yozib. Haydaymaydi, jarima yozib. Haydaydi. Merga pul beramiz-da, hozir. Pul beramiz-da quraveramiz. O'zi pulimizni olib qo'ydi. Yo'q, pulimni seni pulingni qaytarib oldim bir shapata berib. Jarima yozib. Jarima. Voy, bu yerga qurma. Bu yerga men quraman. Yo'qonlaring. Ay, yaramasi. Cho'chqa. Hozir uni cho'chqaga Hey, yermayman. cho'chqalarni, men cho'chqani, cho'chqa. Yo'q, yamlanka. Cho'chqa. Yaramasi. Peshonangga mashq qilchim qolaman. Bo'pti. Biz o'zimizga yangi qishloq topamizmi? Yangi qishloq topamizmi? Ey, bu yerga kel, oltin tovib oldim. Shuncha oltin. Bu yerga kel. Ko'nav. Boyimiz ketdik endi merda shapata beramiz. Merga shapata beramiz. Yo'q, merga ko'rsatib qo'yma, jarima yozib olib qo'yadi. Rostdan tovib oldim. Ey, bo'shamiz, davay. Sandiq yasak to'xta. Ana mana sandiqqa solib qo'yamiz. Yo'q, sen unga solma. O'qilib ketadi. O'zi bunda uyida $2000 yuribdi. Oltin bilan necha ming bo'lishini bilasanmi? Yo'q. Bittasi $1000. Ha, bo'pti, o'zimizga shinamgina hozircha uycha qurib turak. To'xta, bersak qo'y. Bersakda to'xtab tur, uychani qurib olaylik. Hozir kechqurunchi zombilar yeb ketmasin. Kichkina uycha. Mana. Bu baytda yopsan. Bo'ldi, uralik. To'xta, meni hali bor. Sen mana tomonga bitta kattalashtirib qo'y, ikkitaga. Unda qani bo'lmish uyimizga o'xshab qoladi. Yuma, boyvachchan, yurishini qara. Biz boyvachchamiz. Undan kiyim sotib olamizmi? Men Kiyimimiz bor o'zi boy. Kravatlarim. Voy, dod.
Voy, voy kech tushdi-yu. Oyga qarab yotaman men.